bu Alloh taoloning go'zal ismlaridan biridir. Rizqi tanglashgan kishi, baxti bog'langan kishi, musofir bo'lib turli tahlikalar ichida qolgan kishi, qarzdor kishi, jin va sehrdan og'rigan kishi bu ism virdi bilan barcha balodan xalos bo'la oladi. Inshaalloh taala. Virdda ajoyib tajalliyot va sirlar mavjud. Wird ertalab va kechqurun namozdan so'ng o'qiladi. Avval 70 marotaba istig'for aytadi. So'ng 70 marotaba Subhanallohi wasi'i zul quvvatil matin 70 marotaba. So'ng Subhanallahil basiti zul quvvatil matin 70 marotaba. So'ng Subhanallahir raziqi zul quvvatil matin 70 marotaba. So'ng Subhanallahil karim zul quvvatil matin 70 marotaba. So'ng Subhanallahil vahibi zul quvvatil matin 70 marotaba. So'ng Subhanallahil fattahi zul quvvatil matin 70 marotaba. So'ng Subhanallahil wadud zul quvvatil matin 70 marotaba. So'ng 7 marotaba salovat aytib ortidan xohlagan duoni qilaveradi. Inshaalloh taolo bu virdning barakoti ila maqsadlar hosil bo'ladi. Bunga zarracha shubha qilmasdan kirishmoq lozim.